Salom do'stlar, Yazlar kanali va bugungi roligimizda mana shu qishlog'imizni yana kuchaytiramiz va ya'ni bu yangi qishloq. Oroldaman. Orolchalik qishloq. Va bugun zoopark quramiz. Ha, qani ketdik. Xo'sh, bizga kerakli narsalar mana narsa qurganman bu yoniga. Kelishi bilan buni yonadi kechqurunda. Endi bu yerga zoopark qursak. Birinchi o'rinda joy olaman. Ularni yo'q qilay. Keyin birinchi xonamizni Enderman solamiz. Birinchi xonamizga. Mana birinchi xonamizga Enderman solamiz va yana bir blok ko'tarib olsam, ya'ni Enderman 4 blokga chiqib ketib qoladi. 3 blokdan chiqib ketib qoladi. 4 blok qilish kerak balandligini. Ender Pearl otib chiqib ketib qolishi mumkin. Mana tax bo'ldi birinchi. Endi suv tegmasligi uchun tepasiga yarimtali blokdan qo'yib qo'yamiz. Mana qilib bo'ldim. Endi Enderman'ni ichiga solib qo'yamiz. Mana Enderman birinchi zooparkimizda Enderman, ikkinchi zoopark joyida endi tuya solamiz, tuya. To'g'ri eshitdinglar, tuya. Zombi tuya bormi-ki? Zombini solsam golem kelib qoladi. Biratan qanday o'tdingiz? Menga ham aytib bering, qanday o'tganingizni. Qanday o'tding deyapman. Yoki yarimtali anaqa o'tib ketaveramiz. Ko'raylikchi qanday o'tib ketaveramiz. Menimcha o'tib keta olmaydi. Matlardan polni yashnab blok ko'tarib ol. Chiqib keta olmaykan demak. Haligin endi nima qilganini bilmadim. Chiqib ketib qolibdi birinchi. Shunday zo'r sharoitdan qochibsan deb o'zi ham bir aytishga. Tuya sal kattayu kattaroq qilib. Keyingisiga toshbaqa solamiz. Chiqib keta olmaydi. Endermanlar yomon jonga tegayapti. Demak, birinchi qafasimizga Endermanni solmaymiz ekan, chunki Enderman baribir chiqib ketar ekan. Demak, boshqa narsa qidiramiz. Как раз zombi ot topib oldim. İşte. Mana uchalaylar maza qilib yuraveringlar, mana shu aylanib yuraveringlar. Va mana tuya qo'ydim. Bitta narsa esimdan chiqdi. Qum solish esidan chiqdi, qum solish. Avtor kadr. Xo'sh, mana boshdan. Xo'sh, mana qilib bo'ldim. Qum solish esidan chiqdi. Qum. Bo'ldi. Shun bilan endi bu tarafga yana bitta qilamiz. Xo'sh, mana bu yerga endi anaqa nima edi? Mana bu toshbaqa.
toshbaqa qo'yamiz. Kit ham bor ekan. Kitga kattaroq joy qilamiz endi. Mana ikkita toshbaqa ekan. Endi kitga joy qilamiz kattaroq. Aytmoqchiman-da, katak ham bor, tovuq katayu. Katakka o'xshamaydi. Mana asha delfinda shunga joy. Bitta katta to'g'ri. Ko'pgina qilaman. To'ldirib chiqamiz. Azob. Xo'sh, mana qilib oldim va endi delfinlar solamiz. Delfin. Faqat delfin emas, betga boshqa narsalarni solamiz. Shuni solsak bo'ladi. Mana shunaqa yashardi, baliq yashaydi. Mana va yana toshbaqa. Bechorani yoniga bitta toshbaqa qo'shib qo'y. Ikkalangiz erishmasdan yashab yurishaver. Toshbaqani ozginlarni yo'q qilish kerak delfinlarni ham. Xo'sh do'stlar, mana va delfin eng oxirdagi delfinlarni ham qilib bo'ldim. Va ish qolmadi. Mana bizning zooparkimiz, mana narsalar, otlar, toshbaqalar va hammasi bitta joyda. Narsalar. Matiya g'ilaylar uchun tekin deb dam olish joyini ham qilib qo'yganman. Balki dam olish joyini ham qilib qo'ymasa bo'lmaydi. Dam olib kirib ketishadi. Bo'pti do'stlar, hammaga xayr. Like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar.